Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu siz uchun 5 soniya vaqt olishi mumkin. Lekin bu bizga kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hurmat bilan Saidulloh status kanal egasi. Marhamat, tomosha qiling. Mana buni ko'ryapsiz. Qarang. Hozir. Bu shunchaki qog'oz. Biz esa uni pul deb ataymiz. Pul aslida bir tasavvuriy g'oya xolos. U qayerga yetadigan desa bo'ladi va qayerda yaxshi pul borsa o'sha yerda bo'ladi. Mana shu qog'ozlarga ega bo'lish uchun qattiq mehnat qilish deganlar qattiq emas. Ba'zida eng ko'p ishlaydiganlar eng kam pul topadigan insonlar bo'lishadi. Yosh ijrochi Taylor Swift o'tgan yili mamlakatdagi eng ko'p daromad to'plagan insonlardan biri edi. Taylor Swift u o'zini nihoyatda sevadigan ish bilan shug'ullanadi. Buni og'ir ish u yoqda tursin, shunchaki ishga ham bu. Men ham mo'maygina daromad topaman. Ammo qiladigan ishim o'zimni ko'rib ish. Og'ir mehnat qilish kerak degan g'oya esa o'zingiz yoqtirgan ish bilan mashg'ul bo'lsangiz, hech qachon ishlamagan hisoblanasiz. Ishsiz istamaydigan, bajarganda pulingiz bo'lmaydigan narsa bo'lishi kerak emas. Buning ustiga qanchadan qancha energiyangiz bekorga sarflanadi. Tushunyapsizmi? O'ylab ko'ring. Biz muvaffaqiyatning tamoyillarini o'rganamiz. Biz aynan mana shu ish bilan shug'ullanamiz. Bizning barcha dasturlarimiz muvaffaqiyat tamoyillariga asoslangan. Ushbu inson o'zining butun hayotini mana shu kitobni yozish uchun sarflagan. U umri davomida dunyodagi eng muvaffaqiyatli 500 ta insonni o'rganib chiqdi. U o'z zamonasining namoyandalari, misol uchun Henry Ford, Thomas Edison va Harvey Firestone kabilar bilan o'rtoqlashdi. Ularga yaqinlashdi. U ushbu davrda shuni angladiki, ushbu muvaffaqiyatli insonlarning barchasi o'zlari sevadigan ish bilan mashg'ul edilar. Ular butun dunyoni o'zgartirib yuborgan insonlar sifatida ta'rif etilmoqda. Ford bizga mashinalarni taqdim etdi. Edison esa insoniyatga chiroq tuhfa etdi. Ular o'zlari sevgan mashg'ulot bilan shug'ullanishi bilan bir qatorda millionlab dollar pul ishlab topayotgan edilar. Siz bilan shug'ullanishdan foydalanasiz. Ishlashni bas qiling va o'zingizni sevgan mashg'ulotingizga shug'ullanishing. Ana shunda butun umringizda boshqa biron marotaba ishlashingizga hojat bor. Bu so'zlarim qulog'ingizda bo'lsin. Men sizga o'z boshimdan kechgan o'zim yaxshi tushunadigan narsalar. Men bilmaydigan narsalar dunyoda cheksiz, ammo men ayni damda o'zim biladigan narsalar. Men buni butun umrim mobaynida o'qib o'rgandim. Hayotimning tasvir qanasida juda ham tushungan qilamiz. Boshqa bir qanasida esa hayotdan o'rganadigan insonga aylandi. Bu mavzuda Sophie Taykerning shunday so'zlari bor edi. Men kambag'allik ta'mini totib ko'rganman. Angladimki, davlatmand bo'lish ancha yaxshi ekan. O'zingiz sevgan ish qilish. Agar mavzuyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, izohga ikkinchi qismi deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Keyingi videolarimiz chiqqanda birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bu mavzuga qiziqadigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Sizlar bilan Saidulloh status kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.